hammasidan to'yib ketdim. Hammadan jahlim chiqaveradi. Go'yoki atrofimda faqat yomonlar yig'ilib qolgandek bo'ladi. Men hammadan nafratlanaman. Hamma menga yoqmaydi deydigan kunlar ko'payib qolgan insonlarimiz afsuski oramizda bor. Nafrat insonlardan ajralib chiqishga majbur qiladigan bir his deb aytsam ham bo'ladi. Chunki hozirgi kunda nafratlanib yashaydigan insonlar hech qachon ko'karmaydilar. Ular faqat oldilariga bitta narsa: hamma meni yomon ko'radi, hamma mendan nafratlanadi va men hammadan uzoqlashishim kerak. Kechirasiz, adashib qadam qo'ymang. Siz nafratlanib yurishni boshladingizmi? Demak, sizda ichki dunyoyingizda o'ta katta o'zgarish bor. Kimdandir juda qattiq ranjigansiz. Evaziga hammani o'zingizga yaqinlashtirmaslikka qaror qildingiz. Bunga yechim bormi? Albatta yechim bor. Malakali psixologga murojaat qiling. Sizdagi nafratni oz fursatlarda yo'q qilishga yordam beradi.